Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga implantatsiya jarayonini o'tkazishda ba'zan qiyinchiliklarga sabab bo'ladigan suyak yetishmovchiligi haqida gapirib bermoqchiman. Eng avvalambor bu nima ekanligini tushunib o'tsak. Biz implantatsiyani suyak ichida o'tkazamiz, ya'ni implantlar suyakka qadab ekiladi. Ba'zi hollarda inson organizmida implant qo'yilishi kerak bo'lgan sohada suyak yetishmovchiligi kuzatiladi. U eniga bo'lishi mumkin, bo'yiga bo'lishligi mumkin, ammo o'sha joyda suyak yetishmovchiligi kuzatilishligi mumkin. Bunday holatlarda qo'shimcha suyak ekish amaliyoti bajariladi. Ya'niki implantatsiya o'tkazishdan avval o'sha sohaga suyaklar ekib qo'yiladi. Ana endi bu suyak yetishmovchiligi katta defektlar va kichik defektlarga bo'linadi. Agar kichik defektlar bo'ladigan bo'lsa, implantatsiya o'tkazilgan kuniyoq suyak plastikasini ham o'tkazib ketish mumkin. Ya'niki kichik sohalarga, suyak yetishmovchiligi kam sohalarda implant ekiladigan kunning o'zida suyaklarni qo'yib, operatsiyani bir bosqichda tugatib o'tib ketishlik mumkin. Ammo katta defektlar bo'ladigan bo'lsa, ya'niki ko'p suyak yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, bunday holatlarda birlamchi o'rinda, birinchi o'rinda suyak ekish amaliyoti bajariladi. Suyak ekish amaliyotidan keyin ma'lum bir vaqt kutilib, ana undan keyin implantatsiya jarayoni o'tkaziladi. Ana endi implantatsiyada umuman suyaklarni bo'yiga yoki eniga kattartirishimiz uchun ishlatiladigan suyaklarni asosan biz 4 ga bo'lib olamiz. Ya'ni 4 xil suyaklar bor deymiz va 4 xil suyaklar stomatologiya sohasida keng ishlatiladi. Bularning eng birinchisi insonning o'zidan olib o'ziga qo'yiladigan suyaklar hisoblanadi. Deylik, jag'imizning bir qismiga qo'shimcha suyak ekish amaliyoti o'tkazilishi kerak. Bunda jag'imizni boshqa sohasidan suyak olib, bu sohaga ko'chirib o'tkazish mumkin. Ya'ni bu jag'imizni orqa sohasidan, iyak sohamizdan, jag'imizni tanasidan olib suyak ekish amaliyotini o'tkazishimiz mumkin. Bu suyak ekish amaliyotini afzalliklari insonning o'zidan olib boshqa joyga ko'chirilganligi sababli regeneratsiya inson organizmiga birikib ketishligi, ya'ni bu sohadan olib bu sohaga qo'yilganda birikib ketish jarayoni nisbatan tezroq bo'ladi qolganlariga nisbatan va bu oltin standart hisoblanadi. Ya'niki insonning o'zidan olingan suyaklar aynan o'ziniki bo'lganligi uchun tezda bitadi va kerakli natijani olishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Endi buni kamchiliklariga keladigan bo'lsak, jarohat o'rni bitta emas, endi ikkita bo'ladi. Ya'ni suyak olingan joy, implantatsiya o'tkazilgan joyda ikkita jarohat bo'ladi. Va vaqt o'tishi bilan bu suyaklar qolgan suyaklarga nisbatan tezroq atrofiyalanadi. Bu degani o'sha joydagi moddalar almashinuvi buzilib, sekin-astalik bilan kamayadi. Ko'chirib o'tkazilgan suyaklar bitib olgandan keyin ancha cho'kib qoladi, pastroq bo'ladi. Shu sababdan ko'proq miqdorda suyak olib, operatsiya qilinishi kerak bo'lgan sohaga qo'yiladi. Ikkinchi xildagi suyaklarimiz bu bank suyaklari deb ataladi. Ya'niki inson organizmidan olingan, laboratoriya bosqichlarda qaytadan ishlab chiqarilgan va inson organizmiga o'tkazilishi mumkin bo'lgan steril holatdagi suyaklar. Bank suyaklari deb atalishiga sabab ana shundan kelib chiqqan. Bu suyaklar ham qayta ishlangandan keyin inson organizmiga moslashishi, bitib ketishi ancha tezlashadi. Ya'niki boshqa organizmdan olingan suyaklarning ma'lum bir minerallari chiqazib yuboriladi va qolgan kaldagan qismlari bilan foydalanib, suyak tayyor holatda bo'ladi. Buni afzalliklari nima deydigan bo'lsak, operatsiya o'tkazilgan kunda aynan o'sha sohaga qo'yib yuborishligimiz mumkin bo'ladi. Regeneratsiya xususiyati, ya'ni odam organizmiga birikib ketishi o'zini suyaklariga nisbatan biroz sekinroq bo'ladi, lekin o'rta miqyosdagi, o'rta darajadagi defektlarda ishlatishimiz samaraliroq bizga bo'ladi bunaqa suyaklarni. Ana endi 3-xil tipdagi suyaklar eng ko'p, eng ommabop tarzda ishlatiladigan suyaklar, bular kisinogen suyaklar hisoblanadi. Bu suyaklar inson organizmiga qo'yilgandan keyin ularning atrofiyalanishi, ya'ni cho'kinishi nihoyatda kam hisoblanadi. Shu sababdan ham stomatologiyada juda ham keng ko'lamda qo'llaniladi. Deylik, sinus lifting amaliyotlarida kisinogen suyaklari beqiyos hisoblanadi. Chunki kisinogen suyaklari sinus lifting, ya'ni sinusni ko'tarish amaliyoti o'tkazilganda nihoyatda effektli hisoblanadi. Suyak organizmiga birikib bo'lgandan keyin uni cho'kinishi, ya'ni hajmni kamayishi nisbatan qolgan suyaklarga nisbatan kam foizda bo'ladi. Mana bu narsalar
Shu afzalliklari borligi sababli ham bu suyak keng ko'lamda ishlatiladi. Afzalliklardan yana bittasi operatsiya o'tkazilgan kunda ishlatilishligi mumkin. Ya'ni qo'shimcha amaliyotlar talab qilinmaydi. Implant qo'yilgan kunning o'zida agar kerakli joylarga suyakni qo'yib, jarohat usti yopib chiqib ketiladi. Jarrohlik o'tkazilgan sohada sekin astalik bilan suyaklanish jarayoni bo'ladi va bu ideal tarzda natija beradi. Ana endi 4-xil suyagimiz bor. Bu sun'iy suyaklar, ya'ni laboratoriyada ishlab chiqarilgan sun'iy suyaklar bo'ladi. Bu suyaklar qolgan suyaklarga nisbatan kamroq ishlatiladi. Bularning narxi arzonligi ularning ishlatilishiga odatda ko'proq sabab bo'ladi. Bu suyaklar inson organizmiga qolgan suyaklarga nisbatan sekinroq adaptatsiya qiladi, ya'ni sekinroq moslashadi. Qolgan suyaklarga nisbatan esa bu sintetik bo'lganligi sababli allergiya keltirib chiqarish foizi nisbatan kamroq bo'ladi. Bu uning afzalliklari hisoblanadi. Ammo katta defektlarda bu suyaklarni biz ishlata olmaymiz. Endi har doim bir xil suyak ishlatiladimi degan savolga to'xtab o'tamiz. Ba'zi bir jarrohlik amaliyotlari o'tkazilayotganda faqat birgina suyakning o'zi yetarli bo'lmaydi. Bunday holatlarda qo'shimcha boshqa suyaklar ishlatiladi. Ya'ni shu 4 ta guruhni mix aralashtirgan holatda qaysidir bittasidan olib bir-biriga moslashtirib suyaklarni ishlatish ham mumkin hisoblanadi. Bu operatsiyani o'tkaziladigan sohaga, kerakli bo'ladigan suyakning miqdoriga va vrachning taktikasiga qarab amalga oshiriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, implantatsiya jarayonida suyak yetishmasa, stomatolog vrach tomonidan suyakni kengaytirish, bo'yini o'stirish amaliyotlari amalga oshiriladi. Bu amaliyotlarni mana shu 4 guruh suyaklar bilan birgalikda amalga oshiriladi. Berayotgan ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta bizga obuna bo'ling. Video foydali bo'lishligi uchun qolgan insonlarga ham ulashib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.